Assalomu alaykum hammaga. Men bugun Üsküdarga keldim. Anu aytdim sizlarga hamma qatlagadir ketgan Qurbon bayramiga deb. Chunki Turkiyada 9 kun e'lon qilingan edi. Maktablar ham hattoki 9 kun yopildi. Lekin Üsküdarga kelib o'zimga o'zim savol beryapman. Qani hamma ketgan edi-yu, nimaga odam shunchalik ko'p deb hayron qolaman. Marmaray bilan keldim. Nargiz opamlar tomonga. Shu desanglar anaqa nima demoqchi edim. Yonimda bitta ayol o'tirdi-da. Juda asabimga tegib videoga ololmadim shuning ham. U ensasini qotirdi, men ensamni qotirdim. Xullas bir-birimizga ensamizni qotirib kelib oldik. O'zi ham 25 ta ostanovka birga edik bu ayol bilan. Hozir Üsküdar tarafda nima bo'larkan? Nima dedi? Dron show bo'larkanmish. Uni kutyapmiz. Bolalar o'tirishibdi. Sizlarga videoga olaman hozir atrofdan. Sizlarga chiroyli manzaralardan video olmoqchi edim. Odamlar shunaqa darajada ko'pki va yo'llar yopilib bir narsa bo'lyapti. Xullas sahna qurilgan. Sahnani bu tarafi polni yopiq. Yo'l bo'yi ham yopiq edi. Bo'tga kelgunimcha odamlarning orasidan o'tib kelgunimcha ancha o'tib ketdi. Ancha vaqt o'tib ketdi to'g'rirog'i. O'zbekchani ham boplab gapirib tashlaymiz deb. Turkiyaning hamma tarafida sohilda har doim baliq tutadigan odamlarni ko'rishingiz mumkin. Qaysi videomda dengiz bor bo'lsa, albatta bironta baliq tutayotgan insonni ko'rib qolishingiz mumkin. Ahamiyat bergan bo'lsanglar agar. Bu esa juda ham mashhur jomi. Eshitgan bo'lsanglar, qush qo'nmas deyshadi. Ya'ni bu jomiga umuman qush qo'nmaydi. Hamma jomilarni tepasida qush bor, lekin bu jomiga, imенно shu jomiga qush qo'nmaydi. Bilmayman nimadan, nima sababi. Umuman surishtirganimda shamolli yo'nalishi bo'yicha qush u tarafga kela olmaydi deb yozilgan internetda, lekin men bu sababdan deb o'ylamayman, yana bilmadim. Instagramda ham juda mashhur. Nargiz opam va podpishchiklari ko'rib qoldilar. Ko'rib anaqa salom aytibdilar. Kelib salomlashib ketay dedilar-da. Nargiz opamni uzoqdan tanib kelib salomlashib ketdilar. Sizlar meni tanimaysizlar, lekin men sizlarni taniyman. Sizni ham taniyman. Siz YouTube'ga video olib, keyin olmay qo'yasiz dedilar-da. Rosa kulimiz o'zi ham. Videoda olmayapmiz. Zaten azdı kızım. Midyenin içinde guruch bor. Limon sıkıp yiyiladi. Esmanur nasıl sence? Güzel. Az önce söylediğin şeyi söyle. Midye hem güzel hem de kötü. Onun yerine limon yerim. Sizgacha yoqadimi Nargiz opa? Ha. Elif Nur. Güzel mi?
Zeynep Nur güzel mi? Beğendin mi? Bu midyeci kız. Ertalabdan kechgacha ruxsat bersalar yeyveradi. Nargiz opamdan xizmat bizaga. Sohil bo'yida dron bilan salyut uchishini kutib turibmiz. Aa, başlıyor. Oley. Hani nerede? Hazır mısınız çocuklar? Vay! O'zi aslida bu salyutlar hammasi kemadan otilyapti, lekin biz u tarafdan videoga ololmadik. Eng qiziq tarafi dengizda va kemalardan otilganligi. Salyutda eng qiziq tarafini biz videoga ololmadik. Shunchalik darajada odam ko'pki, imkon bo'lmadi video olish. Koysana. Çok güzeldi ya. Bak drone'daya hadi ya drone. Ya buna inansa, ey inansa. Çay iç gel. Drone'u çakırmamız. Video görüş orta bir tane. İnansa. İstanbul'da hayot kechki payt boshlanadi menimcha. Bizning mahallamizda bu paytlarda, bu vaqtlarda ko'chaga chiqqan qo'rqadi odam. Odamlar kam bo'ladi-da. Shu uchun ham Turkiyaning eng katta muammolaridan biri baland past mahallalar. Zinalarni qaranglar. Qanchalik chiqdik? Qaranglar, shu yerdan boshlab chiqdik. Dальше chiqamiz. Keyin u yerdan yana chiqamiz. Mahallalari shunaqa. Yo zinalar bo'ladi orada, yo tepali pastli bo'ladi. Odam nafas ololmaydigan darajada charchab qoladi.
Qaranglar, zinadan chiqib keldik yana. Bu tarafda yana zina. Yaxshiyamki biz chiqmaymiz bu tarafga. Bo'lmasam mazam bo'lmay qolardi. Mushularni qaranglar. O'tirishdi mazza qilib. Bizning yo'limiz bu tarafga. Lekin o'tdan ham ozgina tepalikka qarab chiqamiz. Men ko'rayotgan binolar bor. O'sha Nargiz opamning uylari bo'ladi. Uskudor nikoh saroyiga juda ham yaqin. Nima Ismonur? Judayam ko'pchilik bo'lganligimiz uchun qarasak uyga sig'maymiz. Eng yaxshisi tabiat qo'ynida, sohil bo'yida, dengiz manzarali joyga nonushtaga bora qolamiz dedilar Nargiz opa. O'z qo'llari bilan chiroyli qilib nonushta tayyorlab berdilar. Alloh rozi bo'lsin. Dilnoz opani ham chaqirdilar. Anchadan beri Dilnoz opani ham ko'rmagan edim. Kelsalar ular bilan ham videoga olamiz. Nargiz opa anchadan beri bunaqa nonushta qilmagan edim. O'zbekistondan kelgan, mehmonlaridan kelgan mahsulotlar ham bor edi. O'zimizning o'zbek noni, bo'g'irsoqlar, yong'oq, magizlar, hammasi juda ham shirin edi. Kim jo'natgan bo'lsa ham Alloh rozi bo'lsin, mazza qilib yedik hammasini nonushtada. Otur senin şeyi yok ki. Bitta narsa aytsam, faqat meni urishib bermanglar. O'zbekistonda eng ko'p qiynalgan narsam bu choy. Juda ham sog'indim turetskiy choyni. Borganimda icha olmadim umuman O'zbekistonda choy. Har doim bu mavzuda hammani obsujdat qilardim. Qanaqa qilib tug'ilib o'sgan joying, har doim ichgan choying nima o'zgarishi mumkin deb aytardim, lekin rostdan ham ta'mi o'zgarar ekan. Ko'plar balki haligacha turkcha choy icha olmasa kerak, lekin shuni bilinglarki, agar u choyga o'rganib qolsanglar, keyin boshqa choy ichish juda ham qiyin bo'lib qoladi. Bence de gel sen de gel. Juda ko'p narsaga borimiz, o'zi ham bolalarni mashinada jo'natib yubordik, o'zimiz esa piyoda qaytdik. Ozgina yurish bo'lsin deb. Men sendan roziman, Alloh sendan ham rozi bo'lsin. Qaysirnoz opa, bormisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qatladasiz, nimalar qilyapsiz? Men uydaman. Nimalar bilan? Ish qilyapman. Pishirib qo'ydir. Keyin nima qilyapman?
Pulim bo'lganda ko'chaga chiqaman, yeb ichib kelaman hammasini. Yo'qib kelaman. Boshqa yana nima qilaman? Shu keyin chiqib men bir dedushkalar bilan o'tiraman, ko'rsatarsiz ularga xos. Shu Ko'rinmadi. gaplar. Yoki olib qo'shib yuborarsiz. Nargiz opa. Jonli efir. Jonli nima edi? Ha. Jonli xirgoya bo'lmaydimi? Ana o'zbekchani men bilar ekanman yaxshi. Oyle. Adabiy. To'g'rimi? Abadiy demoqchi edim. Adabiy tilda. Ha, jonli musiqa. Aynan. Zamonaviy tilda. Savollaringiz bo'lsa bering. Ha, savol. O'zingizdan chiqmayapti. Savol yo'q. Просто Ne, sog'indim. o derece sıkıcı hayatınız? Savol yo'q. Sizga savol yo'q. Yo'q, nima? O'chun. Любовьda savol. Sog'indim. Kemir qo'ydingiz umuman. Sip-sipgan. Tim bo'lib uydasiz. Anaqa ochilgan bo'lsa kelaman. Nima? Bilmaydi. Hovuzinglar ochilgan bo'lsa. Ochildi. Tashqaridan kelganlar olasizlar? Olamiz. Ha, opa. Biz video ovatuvdik. Reportaj ovatuvdilar mendan. Juda gaplar ketyapti hozir. Soqqali. Unda Biz va nihoyat uyga yetib keldik. Ishonasizlarmi? Marmarayga mindim. Marmaray tipa metroga o'xshagan narsa, faqat nimada yer ostidan emas, nima bilan ketadi, yer usti tarafidan ketadigan transportga Marmaray deyishadi Turkiyada. Odamlar shunchalik darajada ko'p ediki, nima dedim, o'g'lim yerda o'tirib ketdi, odamlar mamnundoq yopishib ketdi hamma bir-biriga. Mana bu tepadan ushlab turadigan narsa bor-ku, ruchkani. Ushlab olganman-da, bitta ayol kelib, men ushlagan narsani u ham ushlab olyapti-da. Ya'ni shunchalik darajada odam ko'p demoqchiman, xullas qisqa qilib aytganda. Hamma joy probka, hamma uyga qaytyapti. Hayit tugayotganligi uchun va 9 kun dam olish kuni bo'lganligi uchun oxirgi kunlari ertaga hamma uyda uy ishlari bilan ovora bo'lib, bolalari bor oilalar bolalarini maktabga tayyorlab kunini o'tkazishadi. Shu uchun ham shunaqa darajada probka bor ediki, men uyga qaytganimga afsuslanib ketdim. Koshki anaqa Nargiz opamda yana bir kun qolib, ertaga kechki payt qaytganimda bunchalik darajada qiynalmas edim-da. Chunki nima? Odamlar ancha kamroq bo'lardi deb o'ylayman. O'zimcha yana bilmadim, bilib bo'lmaydi, конечно. Men daqa o'ylab, yakshanba kuni uyga qaytadiganlar ham balki bordir. Biz ham baribir ham maktabga tayyorgarlik qilib nima qilishimiz kerak. Maza qilib dam oldim. Nargiz opamlarga borganimda nima bo'ladi? Har doim o'zimni O'zbekistonga ozgina borib kelgandek his qilaman. Bu haqda aytganman menimcha oldingi videolarimda, yana bilmadim, esimda yo'q. Hamma ota-onasinikiga jumalagani yoki boshqa haftada bir marta bironta kunda borishadi-yu. Menda Nargiz opamlarnikiga borganimda o'zimni shunaqa his qilaman. Hammasi uchun rahmat Nargiz opa. Agar mabodo videomni ko'radigan bo'lsangiz, maza qilib dam oldim, to'g'risi. Sizlarga ham videom yoqdi degan umiddaman. Hammaga xayrli va barakatli kun tilab qolaman. Allohga omonat bo'linglar.